Endilikda belgilanmagan joylarga qurilish va boshqa chiqindilarni tashlagan fuqarolarga eko-inspektorlar tomonidan ma'muriy jazolar yoziladi. Maxsus trans xizmatining Olmazor tuman hududiga xizmat ko'rsatuvchi jamoa mana shunday holatlar yuzasidan murojaat bilan chiqdi va biz murojaat joyida bo'ldik. Ayni paytda biz maxsus trans xizmati bilan birgalikda shahrimiz ko'chalarida bu xizmatning faoliyatini yoritishga harakat qildik va biz Nurafshon ko'chasidamiz. Sizningcha hozirgi paytda ekologik madaniyat bong urilayotgan bir paytda ekologik madaniyatni oshirish kerak degan jumlalar qayta aholi o'rtasida takrorlanayotgan bir paytda chiqindilarni aholi tomonidan aynan bunday suv lataklariga tashlanishi qanchalik to'g'ri? Bu kabi holatlarni shahar ko'chalarining deyarli barcha joyida kuzatishimiz mumkin. Aholidan eshitiladigan ko'p shikoyatlardan biri chiqindi qutilarining yetishmasligi bo'lsa, odamlarimiz bor chiqindi qutilarini ham to'g'ri foydalanmayotganini ko'rdik. Nurafshon ko'chasida o'zi aslida bir marta olinadi, olinish kerak. Aslida biza hozirgi holatda 3 marta, gohida 4 martaga ham to'g'ri kelyapti chiqindilarni yig'ish. Buni sababi fuqarolarni tomonidan chiqindi tashlash madaniyatiga ega emasligi kelib chiqyapti. Yani hammasini emas, 5 qo'l barobar emas. Ko'p holatlarda xursand ham bo'lamiz. O'sha tartib bilan chiqindilarni, maishiy chiqindilarni o'zini chiqindi yig'ish punktlari bor, chiqindi yig'ish maydonchalari deymiz. O'shalarga olib borib belgilangan joyga qo'yishadi. Aks hollarda tushunmagan fuqaro tomonidan belgilanmagan joyga har xil o'sha maishiy chiqindilarni tashlab ketish holatlari ham ko'pincha yuzaga kelyapti. Texnika ham bir marta o'tadigan joyga 3 marta, 4 marta o'tyapti. Hamda ishchi kuchi sarf qilingan vaqt ham shu borada 4 martaga ko'payyapti. Fuqarolarimizga iltimos qilardimki, o'sha belgilangan joyga, tash maydonchalariga olib borishligini iltimos qilardim. Ya'ni biza qancha qulayliklarni izlab shu narsani fuqarolar uchun harakat qilamiz, lekin harakatimizni agar bu holatda takrorlanaversa, qulaylik qilayotganimizning bir foydasi ham bo'lmaydigan bo'lib chiqadi. Aholi o'rtasida ko'p uchrayotgan ekologik madaniyatni oshirish, ekologiyani tozalashga qaratilgan ko'plab jumlalarni eshitamiz, to'g'rimi? Masalan, yashil hududni ko'paytirish kerak, daraxtni ko'proq ekish kerak degan masalalar juda ko'p oramizda yuradi. Lekin bor daraxtning ham tagiga mana shunday maishiy chiqindilarni tashlab ketayotgan aholiga siz nima degan bo'lardingiz? Tanqid yaxshi albatta, qachonki u o'rinli bo'lsa. Biz bugun atrof muhitni asrash uchun qator takliflarni berar ekanmiz. Vaholanki o'zimiz ham eng kichik bo'lgan omillardan ish boshlasak, ekologiya muammosi davlat muammosi emas, bu hammamizni tashvishlantirgan mavzu deya fikrlasak, ekologiyamiz yanada yaxshilanishiga shubha yo'q.